Koinot cheksizligiga ishonamiz. Ijtimoiy tarmoqlar-chi? Ijtimoiy tarmoqlar ham cheksiz. Xohlagancha odam chiqishi, xohlagancha gapirishi mumkin. 1 millionmi, 1 milliardmi odam qatnashsa, biriga birov xalaqit bermaydi. Lekin ayrim kimsalar bor ekan, shu internetda kimdir chiqsa, uni haqorat qilishi, boshqa qilib o'tiribdi. Yaqinda Instagramda menga ham bu shunday bo'ldi. Instagramda sizga nima bor deb turib, chiroyli haqoratli fikrlarni yozibdi. Bir narsani aytib qo'yay. Avvalambor haqorat uchun katta jazo bor. Juda katta miqdorda jarima to'lanadi. Men erkak kishi sifatida endi mayli u erkak nomi erkak ekan, bloklab qo'ya qoldim. Hech qanaqangi sudga yo boshqa joyga berib o'tirmadim. Lekin bu narsalarni tezda to'xtatmaydigan bo'lsa, albatta ularga jazo qo'llashga to'g'ri keladi. Shuni inobatga olishimiz kerak. O'sha internetda chiqqan, Instagrammi, YouTube'mi, TikTok'danmi kimdir chiqqan bo'lsa, hech kimga xalaqit bermaydi. Agar u odam yoqmasa, o'tkazib yuboring yoki bloklab qo'ying, butunlay ko'rmaysiz. Uning fikrlari boshqasi kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. 38 million aholiga yoqishimiz shart emas. Demakki, internetda har kim o'z o'rniga ega bo'lishi zarur. Bo'lar bo'lmas, bo'lmag'ur narsalarni chiqarib o'tirgandan ko'ra, yaxshi, chiroyli narsalarni chiqarish kerak. Masalan, mening videolarim ko'proq ta'lim, tarbiyaga asoslangan. Kimgadir kerak bo'lmasa, juda ko'pchilikka kerak bo'ladi, foydali bo'ladi. Mana shu narsani hisobga olishimiz kerak.